Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bormisiz, omonmisiz? 2025-yil ham va nihoyasiga yetyapti. 2025-yilda o'zbek segmenti, o'zbek auditoriyasi, O'zbekiston migrantlari juda ko'plab narsalarni qo'ldan boy berishdi. Shu kunlarda bundan ham battar bo'lish ehtimoli kutilmoqda. Xullas kalom, 1-yanvardan o'zgaradigan narsalar 1-yanvardan boshlab 2026-yil, ya'ni 1-yanvardan registratsiya, patent va prava. Mana shu uchalasidan bittasi sizda agar qalbaki bo'ladigan bo'lsa, registratsiya, patent yoki prava. Uchalasidan bittasi sizda qalbaki bo'ladigan bo'lsa, xoh O'zbekistonniki bo'lsin, xoh Rossiyaniki bo'lsin, xoh shu pravani nazarda tutyapman. Prava, ya'ni rossiyskiy pravami, u Qozog'istonnikimi, Qirg'izistonnikimi, u qalbaki bo'lsa, registratsiyangiz, patentingiz falshiviy bo'lsa tamom. Endi sizni deport qilmaydi. 1-yanvardan boshlab umuman deport qilmaydi. 1 yildan 3 yilgacha qamoq jazosi sizni kutishi mumkin. Xo'p, 2025-yil sentyabr holatiga ko'ra O'zbekiston fuqarolari, ya'ni o'sha ro'yxat bilan aytganda Telegram kanalimizda e'lon qilganmiz, 481 nafar vatandoshimiz Rossiyada, ya'ni Ukrainadagi urushda halok bo'ldi. Ularning ichida eng yoshi 2006-yil bolalar ham bor. Ro'yxatini men chiqarganman, Telegram kanalimizda turibdi va mana shu videoning birinchi silkasida Telegram kanalimizning silkasini qoldiraman va obuna bo'lishlaringiz mumkin. Migratsiyaga oid xabarlarning hammasi, yangiliklar, mabodo amnistiya bo'lsa u haqida va yangi qarorlar, taqiqlangan yangi kasblar ro'yxati, vitnajistva olish uchun qisqargan kasblar ro'yxati, jamiki migrantlarga nimaiki zarur bo'lsa, mana shu Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimizga siz o'tib obuna bo'ling. U yerda hech qanday pullik reklamaning o'zi yo'q, faqat sizga manfaati bo'lsa bo'ladiki, ziyoni bo'lmaydi. Xullas, mana shunaqa do'stlar. Va yana Moskvada ishlash sharoitlarida migrantlarga yana 20 ta kasb umuman taqiqlandi. Ya'ni bu o'sha shourmaxonalarda ishlash, masalan, nimalarda, metrolarning atrofida bo'ladigan shourmaxonalarda, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarini sotish, ayniqsa morojniy sotish yozgi kunida, shunga o'xshagan, ya'ni iste'mol tovarlarini sotishga o'xshagan taqiqlar ham ro'yxatida bor. Bu 20 ta kasbni hammasini biz Telegram kanalimizga joylab boramiz. Siz mana shu Telegram kanalimizdan o'zingizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga o'tib albatta obuna bo'ling. Hozirgi kunda, xo'p, mana yangi yil yaqin, demak siz vaqtliroq harakatingizni yeyishingizga to'g'ri keladi. Rossiyada 12 yil yurgan odam sifatida aytaman. 12-yanvardan boshlab ishlashni boshlaydi. Ya'ni 29-kuni ham ishlaydi. 29-dekabr kunigacha ish kuni hisoblanadi ba'zi joylarda. Patent markazida ham xuddi shunday. 29-dekabrdan to 12-yanvargacha dam olish kunlari hisoblanadi va mana shu kunlarda sizni registratsiyangiz tugab qolmasligi kerak, patentingizni muddati tugab qolmasligi kerak. Siz patentingiz va registratsiyangizni muddati bir vaqtda tugaydigan bo'lsa yoki birin-ketin tugaydigan bo'lishidan qat'iy nazar imkon boricha kirdi chiqdi qilib patentga topshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va o'shanda siz yutqazmaysiz. Patentingiz tugamasdan ketiga ulab ketaverasiz. Ha, 1 oydan yutaman, 15 kun yutaman, siz vaqtdan yutaman, siz adashasiz. Odam ko'p bo'ladi. 12 kun dam olish kuni bo'lgandan keyin odam juda ham ko'p bo'ladi va nima deydi, tayyor ish joyingizni, ish o'rningizni, legallik maqomingizni, ya'ni qonuniy ishchi degan maqomingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar registratsiyangiz, patentingizni oyma-oy taqab almashtirmasdan, patentingiz tugayotgan bo'lsa, 1 oy vaqtliroq harakat qilishdan maslahat beraman. Hozir vaziyat shunday. Bundan keyin bundan ham battar bo'ladimi bilmadim. Xullas, 1-yanvardan kuchga kiradigan qarorlarning bittasini aytdim sizga, ya'ni siz ishlatib yurgan prava, registratsiya, patent qalbaki bo'ladigan bo'lsa, endi sizni deport qilmaydi
va sizni 1 yildan 3 yilgacha jinoiy javobgarlikka tortadi. Bu degani 1 yildan 3 yilgacha siz u yerda o'tirgan paytingiz sizni urishga majburlayveradi, kerak bo'lsa uradi ham. Shuning uchun o'zingizni ehtiyotingizni qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.